Lengir taq-taq o'yini. Bu o'yin odatda qish faslidan boshqa fasllarda qiz-o'g'illar tarafidan o'ylanadi. Balalar hovlilarda, mahalla ko'ylarda, ozoda, pokiza so'rinlarda to'p-to'p bo'lishib, ikki bola bir-biriga qarshi ikki guruh bo'lib, o'zining tiqimiga keladigan ko'tak, o'rindiq, tash yoki shuningga o'xshash narsalar ustiga to'g'risiga mindirilgan uzunligi 4-5 metrlik shal yoki lim yog'ochlarning ikki uchiga o'ltirib, o'zi o'ltirgan tarafni tuvanga bosadi. Ikki balaning qaysisi kuchtingir va yoki eg'ir bo'lsa, o'zi o'ltirgan tarafni yerga tirab, qarshi tarafni bo'shliqqa to'xtatib oladi. Bu vaqtda qarshi tarafdan yengil kelib qolgan yog'och ustida to'xtab qolgan bola lingir taq-taq, Hajarxon choppoq, Hajarxonning bir qizi bor, 100 lira qasmoq. Lingir taq-taq, ikkimiz inoq, doim ratlik o'ynaymiz, yuzimiz oppoq deb qo'shiq aytadi. Bu holat qo'shiq aytquchining bir qitim yengilganligini e'tirof qilib, do'stlik asosida qayta davomlashtirishni iltimos qilganligining ifodasi. Buning bilan yengilguchiga oson bo'lsin uchun o'rnidan midirlab o'zini yuqori ko'tardi. O'yin, ya'ni yangi mazmunga kirdi. Yengilguchi bilan yengilguchi o'rtasidagi harakat yuqorqidek davomlashadi.